Mana aka ukalarim, bu yoqda ham ochgani bor. Bu yerda mana bu xorozimiz, mana sekin ushlab ko'rsatishga harakat qilaman. Onasi cho'qmasa, mana mana shu xorozchamiz bor. Bu o'zimizning Yapondan chiqqan. Yapon zot bor. Mana Yaponga karis bo'lib chiqqan. Mana jonivor. Juda ham chiroyli. Keyin mana mama bor. Mana bu to'nka. Bu Dilmurod akam beruvdilar. Yaypanda turadigan Dilmurod akamni jonlari sog' bo'lsin. Mana tovuq beruvdilar. Mana jonivor polvon bo'lib chiqqan. Mana ko'stemasi juda ham chiroyli. Qop-qoragina chiqqan. Mana 20 kun bo'ldi mana oshib chiqqaniga. Oyoqlari mana bunaqa mana. Hozirdan qirrali oyoq mana. To'nka. Kunda deydi-yu. Shunaqasidan. Keyin mana bu o'zimizning Vyetnamimiz bor. Vyetnam. Toza Vyetnamimiz bor. O'sha Vyetnamdan chiqqan. Mana bunisi o'zimizning Vyetnamdan chiqqan. Bu Toshkentning xorozi. Toshkentning xoroziga o'sha Dilmurod akamdan kelgan yaypanli Dilmurod akamdan kelgan tovuqqa qo'shilgan. Xoroz o'zimizning xorozdan. Mana buni ham oldik. Ishqilib undan qilib zot yig'dik. Mana bu hozir ko'rsatganim bu Yapon. Yaponga karis. Mana jonivor. Jonivorlar hozirdan urushqoq aka ukalar. Hozirdan urushqoq bular. Juda asabi ketib qolgan bularni hozir. Joni sog' bo'lsin.